Mama amal yok. Manda tutsa. Benim kılgan balık ya o. Men qildig'imni bilmadik aka, shu ajrashadigan o'xshaydi. Acırışıma buldu. Yum bo'ldi? Biraz sebebi badu. Arayılık toktamını bekar kılarsak unutmayvazsan. Kim size yeni toy qilganda ayollik to'xtamini 40 yillik tuzyapsın debdi? Kim bildi senin 35 yıl bola bo'lmay 30 kişinin tökülüp mamayıp tıgınını? Ishimning bor vaqtida voy nozik deb ishingizni etkizib, kirqatlig'ini yeb, endi men ko'mak bo'lib qoldimmi? Ko'mak deb ajrashadigan gapmi? Alaqillar yığılıştırıp apasam hemme ayollar gece arab külüp otası aşağıda buttak otadığına ağzını açmar. Qanday qilaman endi? Mama amal yo'q. Manda tutsa. Uyey. Alaqillar benimiz külmeydiğen bir xotinni ilib apsa deb mazaq qilib meni ajrashima bo'ldi. Xijolat bo'lgan bo'lib qolibsiz-da? Ras ajrashamsiz? Pushaymon qilmamsiz? Ölüp ketsem o pişayman qilmayman. Endi ajrashtirish shirkatiga telefon qiling. Qaydisida ajrashayli. Kim yeni varsa işten var solap ketsin. Vay, yaxshimisiz? Ajrashtirish şirketi mi? Ha, biz ajrashtirish shirkatidan. O'rningiz? Uzun kaviyesi, aşk meşler koçisi, ajrashmanlar tanlov vazirining yendi köyüşü. İsmim Yolvas Baldırak kelinglar ukam ha? Ha, bo'ldi, hozir boramiz aka. Keldigan bo'ldi mana. Kelsin, temizliğini g'oyirib ko'tarib bo'lsin ekilmayman. Şunu saqlab turay. Ajab zerikdan oldin. Qachon mekinlar bular? Ajrashmayli tanlov vaziri deydi, mana misha o'xshaydi. Bir halkımızda so'rab boqaylik berib. Yaxshimisiz aka? Musha atrofda bir yo'lvoz deb bir balo aka. Tunamsiz? Benim qilgan balık ya o. Men qildig'imni bilmadik aka, shu ajrashadigan o'xshaydi. Aşı balı ben şu. Cırınglar öykürünglar. Öykürgende ukam ançım-çımının gepini qilib qo'yasizlar. Ayrım ko'nglim bor, razı qilib ha. Bir yosh bo'lmay desam, qo'rilib ketgan bir qiyirkan-ku bu. Qiyirg'anda buzilgan yomon deb, qiyirg'anda buzilibdi deya bular. Shundigina. Kaldırınlar mufkam, bazen birler sizlerden yolunlar qirib, ko'zi to'tib ketdi. Şu tötüp getirdi şu. Hozirlar ajrashtiruvchi mufkam. Ajrashtirma deb ajrashtirib olmaydi u adam. Bizning shirkat kasblashgan shirkat. Bunda rad tartib bo'yicha ish qilamiz. Ha mesela? Biz oldi bilan o'zimizni tunishtirib o'taylik. Biz og'ritmay ajrashtirish shirkatidan. Mening ismim Elippa, xizmat nomerim 007. Men kotibi, ismim G'uncham, xizmat nomerim 520. Valing deb qo'ysanglar bo'ldi. Hozir bu jamiyatimizning taraqqiy qilishiga ergishib, bu ajrashishlarni taraqqiy qilib ketdi. Bizning bir necha turlikmish ajrashtirish tavsiyalarimiz bor. Yurishlarimiz. Hozir kotib ishimiz o'qib beraylik, sizlar bir anglab yiqinglar. Birinchisi urushtirib ajrashtirish. Uning bahsi 1999 qo'y. İkincisi bir taraf yaralangan holatda ajrashtirish. Uning bahsi 2999 qo'y. Üçüncüsü, mushu ikkili taraf balansda yetib qolgandek holatda ajrashtirish. Buningda endi uchinglar yomon payz chiqadi. Buning bahsi 3999 so'm. To'rtinchisi, og'ritmay, tuydamay ajrashtirish. Buningki asli bahsi 9999 qo'y. Hozir mana samboliq ayollar martliq faoliyat qilib, asliga 5999 qo'y qilib beramiz. Ben öğrenip kettim onu mefkan bu. Öğrenmez aka, çünkü bizning shirkatning ajrashtirish nisbati boshqa shirkatlarniki qaraganda yuqoriroq. Shu qimmat emas. Ha bo'ldi, men tizimni aytaylik, isminglar nima? İsmim Yolvas. Mening Nazuk. Ha, to'y qilganlar qanchalik bo'ldi? 30 necha yıl oldu. Yil chidab uy tutibsizlar-ku bo'lmasa? O'sha qaysonlar baldir ajrashish taklifini qo'ygan? Bosh mushadam ajrashma degan. Kim baldir ajrashma degan bo'lsa, oldin Allah 2000 ko'p pulni aşadan to'laydi. Hocam, nimançılarcık pul bu ukam? Toy qilgandan buçuk pul qaçılmagan ben. Bir insanlarning talağa qaragan o bu ishlari yo'qdi. Fukam kunda taloq necha vaqt qaraymiz adam bo'lgandan keyin. Ha, buzilganlar bormi demakchi? Ma qiz men qo'xan, tuzli gap qilib o'tdi, to'g'ri tushuninglar. Ukam tayini yo'q gapni qilmay, vaqtida bir taraf qildi, ashni qilinglar. Unda hozir tizimlaydigan tizimlab qo'ydik. Bir oydan keyin kelaylik, ha? Ay, bu daqiqatam kelgan vaqtimizda bir hujjat ekilimiz. Shu hujjatga qo'l qo'yib devasanlar, ajrashishinglar o'ngishli bo'ldi. Ondas bu da kelganda ko'rishaylik, ma'qul.
Bir aydan keyin. Odam bormi? Va ajrish iltimosinglar o'tdi. Baldiroq ajrashuvinglar. Uxlab qaptım aka. Ukam nima ishing qilyapti? Bir oy burun kelgan-ku biz aka. Ajrashdığını keldik. Unutib qoldingizmi? Shundaymi? Ukam ne deme ajrashma deyman, unda demidim men. Voy, bir oy burun ayolim komak qo'llab ketdi, ukam. Bir baldiroq bir ajrashtirib bersan bo'ldi, da'vat etdingiz. Ham deyinib qapsiz-ku aka. Ukam kimning ayoli kamakka? Nazuk. Voy hada, tishlaringiz unchadek paqirab ketibdi-ku. Anıştıvardı ukam. Qandaq? Endi kuladaymiz. Dasma ajrish to'xtamini yo'q qilamdik. Bo'ldi, yo'q qilib o'tayli. Aka, ada. Sizlar bu ishinglarda ozroq kichkinam yo'q ishlarni deb unda ajrashma demanglar. O sizlar degan biz yosh bolalarga ulgi bo'lg'ichi. O sizlar bunda qilib bersanglar, yosh bolalar qanday qilmoqchi? Yilimi mamlakat bo'yicha aka, ajrish nisbatimiz eng oldiga o'tayotibdi. Shu bo'lsa-mi yetar bizga? Kim yeni varsa işten varsa so'rab ketsin.